Assalomu alaykum Nodirbek aka. Sizga oldindan katta rahmat. Mana Samarqand viloyati Al-Buxoriy qishlog'i Choshtepa mahallasiga yetib keldi. Mebellaringiz, jo'natgan mebellaringiz. Mana mebellaringiz bizga juda ham yoqdi. Sifatlari ham juda ham yaxshi ekan. Juda ham ixcham. Mana biz bugun ikkita mebelni buyurtma qilgandik. Ikkalasi ham yaxshi yetib keldi. Sizga katta rahmat. Ishlaringizga omad tilayman. Haydovchilarga ham olib kelib bergan haydovchilaringizga ham katta rahmat. Juda avaylab bizga yetkazdi. Mehnatlaringizga rozi bo'lingizlar. Sog' bo'lingizlar, rahmat, sog' bo'ling.